Assalomu alaykum va rahmatulloh. Azizlarim, salomatmisizlar? Bugun sizlar bilan umidsizlik haqida suhbat qilamiz. Ya'ni umidsizlik o'zi nima? Insonda umidsizlik shunday holatda bo'ladiki, uning hayotidagi turli-tuman mashaqqatlar va u insonga keladigan ketma-ket omadsizliklar va oilasidagi ijtimoiy qiyinchiliklar natijasida insonda umidsizlik paydo bo'lib qoladi. Umidsizlik insonni kayfiyatini ham tushirib yuboradi va amalga oshirish kerak bo'lgan ishlarga ham qo'l urgisi kelmay qoladi. Va olg'a qadam tashlagisi kelmaydi. Nimaga? U ketma-ket omadsizlikka uchraganligi sababli shu safar ham shu ishni boshlasam, yana o'sha ish, yana omadsiz bo'laman. Bu ishim ham o'xshamaydi degan o'ta tushkun kayfiyatga tushib ketadi. Buni natijasida inson hayotdan o'ta ham uzoqlashlik, insonlardan uzoqlashlik va o'zini qobig'iga o'ralib qolishlik mana shunday holatlarga tushib qoladi. Bunday dardga chalingan insonlar, ya'ni umidsizlikka chalingan insonlarga qanday yechim bera olamiz? Buning uchun insonda umidsizlik kayfiyati doimo hukmron bo'ladi unda. O insonda umidsizlik kayfiyati doim hukmron bo'ladi va doim o'sha holat u insondan ustun keladi. Ya'ni umidsizlik holati, kayfiyatsizlik doim ustun keladi. Qachonki umidsiz inson umidsizligini ustidan qachonki zafar qozonar ekan va uni yengib o'tar ekan, albatta yorqin bir shaxsga aylanadi. Yoki uni ustida umidsizlikni ustida mag'lub bo'lsa, umidsizlik undan g'olib kelsa, u albatta zararli bir shaxsga aylanib qoladi. Umidsizlik sizni olg'a qadam tashlashga boshlaydi yoki tanazzulga duchor bo'lishingizga sabab bo'ladi. Buning uchun inson birinchi o'rinda eng go'zal yechim tabiat qo'yniga chiqishlik, go'zal manzaralarni tomosha qilishlik yoki bo'lmasa sevimli sporti bilan shug'ullanishlik yoki oila a'zolari va yoki o'ziga yaqin tutgan insonlar bilan biror joyga sayohat qilishlik. Nimaga? Kayfiyatni ko'tarishlik maqsadida. Ishoning, agar muammolaringiz qancha ulkan bo'lsa ham, qancha katta muammolar bo'lsa ham, uni har bir narsani yechimi bor. Chunki sizni ortingizda mehribon va rahimli bo'lgan Robbingiz bor. Mana shuni hech qachon yodingizdan chiqarmang. Va sizga yana bir yechimki, hech qachon tushkunlikka tushgan, umidsiz bo'lib qolgan, hayotda o'zini o'rnini topolmagan yoki mana shunaqangi girdoblarda, umidsizlik girdobida ichida qolgan insonlardan imkon qadar uzoqroq bo'ling. Kimlar bilan yaqin bo'ling? Doim ko'tarinki ruhda yuradigan, omadi doim yurishadigan va kayfiyati doim yaxshi yuradigan sertabassum insonlar bilan birga bo'ling. Ko'proq o'shalar bilan suhbatda bo'ling. Chunki bu holat vaholanki o'sha tushkun kayfiyatda yuradigan holat ham insonga tez yuqadi. Bu yuqumli kasallik. Doimo harakatda yuradigan va ko'tarinki ruhda yuradigan insonlarni ruhiyatidagi holat ham sizga o'ta tez yuqadigan kasallik. Mana shunday insonlardan, ya'ni doimo bir kayfiyati past bo'lgan va o'sha hayotdan umidini uzib qo'ygan va o'sha hayotda doimo noliydigan insonlardan uzoq bo'ling va yaxshi hamroh, yaxshi suhbatdoshlar bilan ko'proq birga bo'ling. Buning uchun yana bir yechim, siz hali tiriksizda, tirik insonsiz. Allohga shunaqa bir hamd aytingki, sizni yana qayta urinishingizga Alloh taolo imkon beryapti. Qo'lingizda imkoniyatingiz bor, vaqtingiz bor. Nimaga? Siz hali hamonsiz, tiriksiz. Agar bir necha bor omadsizlikka yuz tutgan bo'lsangiz, yana qayta urinishdan hech ham charchamang.
Siz bir chumolilarni harakatiga ahamiyat berganmisiz? Chumolilarni harakatini ko'rganmisiz? Ular hattoki 1000 marotaba qayta urinishlikdan hech qachon charchamaydi. Qayta urinishligi natijasida muvaffaqiyatlarga erishadi. Nahot ojizgina bir hasharot mavjudotdan ham ojizmizmi? Alloh taolo siz bilan bizni aziz va mukarram qilib yaratib qo'ydi-ku, aql ne'matini berib qo'ydi-ku. Aql berilmagan hasharotki shunchalik natijaga erishishlik uchun qayta 1000 martadan oshiq urinadi-yu, charchamaydi-yu. Aqlli bo'lgan mavjudotmiz. 1 marta, 2 marta, 3 marta urinishimiz natijasida bir ishimiz o'xshamay qolsa, darrov tushkun kayfiyatga tushib qolishimiz to'g'rimi ekan? Yodingizda bo'lsin, Edison elektr lampasini yaratishlik uchun 700 martadan ortiq muvaffaqiyatsizlikka uchragan. Ana shu 700 martadan ortiq muvaffaqiyatsizlikka uchragandan keyin elektr lampasini ixtiro qilgan. Soniga, adadiga ahamiyat beryapsizmi? 700 marotabadan ortiq u muvaffaqiyatsizlikka uringan, muvaffaqiyatsizlikka duch kelgan. Lekin shunda ham nima qilgan? U o'zini harakatdan hech qachon to'xtatmaydi. Yana bir yechim sizga, qo'lingizga bir kichik yon daftarcha olingda. Alloh taolo sizga shu bugungacha, shu vaqtgacha sizga bergan qancha tortiqlari bor, qancha hadiyalari bor va siz erishgan qancha yutuqlaringiz bor. Ana o'shalarni yozing. Va mana shu yozganlaringizni imkon bo'lsa har kuni 1 marotaba yoki 2 marotaba o'qib turing. Mana shu Alloh taolo sizga bergan ne'matlar, tortiqlarni o'qib turishligingiz mobaynida siz albatta muvaffaqiyatlar kalitiga ega bo'lasiz. Baxtsizlikdan baxtlilik tomon qadam tashlaysiz. Va sizga albatta bu borada aytgan yechimlarimiz qo'l keladi degan umidimiz bor. Va siz shunday bir shiorga amal qilib yashangki, o'zingiz doim qiyinchilik kelsa agar sizni boshingizga, qiyinchilikdan keyin albatta yengillik keladi. Ertangilik kunim bugungi kunimdan-da yaxshiroq bo'ladi. Mana shu jumlalarni aytib yurishdan hech qachon charchamang. Alloh taolo albatta muammolaringizni aritishga va hayotingizni yanada shod-u xurramlikka to'ldirishlikka qodir bo'lgan zotdir. Mana shuni esingizdan chiqarmang.